Yaqinda to'y bo'lgan aktyor va xonanda Bobur Pirmatov haqida 3 fakt. Bobur Pirmatov 1993-yil 24-iyun kuni Toshkent shahrida musiqachilar oilasida tug'ilgan. U bolaligidan san'atga qiziqqan. U ayniqsa musiqa va sahna ijodiga mehr qo'ygan. Ijodiy muhitda ulg'aygan uning keyingi faoliyatida muhim o'rin tutgan. Bobur Pirmatov film va seriallardagi rollari orqali tomoshabinlarga tanilgan. U aktyorlik bilan bir qatorda xonandalik va professional musiqa yozish bilan ham shug'ullanadi. Sahnadagi tabiiyligi va ijodga jiddiy yondashuv bilan muxlislar e'tiborini qozongan. Aktyor va xonanda Bobur Pirmatov oila qurayotgani ma'lum bo'ldi. Ushbu xushxabar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi va muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Ko'plab muxlislar san'atkorni yangi hayot bosqichi bilan tabriklab, baxt, totuvlik va baraka tilaklarini bildirmoqda. Havas qilganlar videoga like bosib, barcha tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara yulduzlar hali oldinda.